Ayol teleserialida bosh qahramon Bahorning onasi Xadicha obrazini Bennu Yildirimlar gavdalantirdi. Aktrisa birdaniga yulduz bo'lib porlaganlar sirasidan emas, ammo o'z ishining ustasi. Bennu Yildirimlar 1969-yil 22-noyabrda Turkiyaning Istanbul shahrida tug'ildi. Bennu Istanbul davlat konservatoriya universitetini a'lo baholarga tamomlab, aktyorlik mahorati bo'yicha ta'lim oldi. U biron bosh rolni o'ynashni juda istardi, biroq kino olamiga yorib kirish qanchalik qiyinligini yaxshi tasavvur qilardi. Avvaliga Bennuning ishlari yaxshi yurishmadi. Bir necha yil davomida shahar teatrida kam maosh evaziga ishlashiga to'g'ri keldi. Unga bosh rolini deyarli hech ishonishmasdi. Biroq Bennu aslo taslim bo'lmadi. Tirishib ishlagani bois o'zini iste'dodli va mehnatkash qiz sifatida namoyon eta oldi. Bir necha yildan so'ng Tungi Orolda filmida kichikroq rolni ijro etdi. Hazorezgi serialidagi ajoyib ijrosi tufayli Bennu tez tanildi. U doim chin muhabbatini izlaydigan yengiltak qiz obrazini jonlantirdi. Uning ijrosi shu qadar yaxshi ediki, yaxshigina shuhrat qozondi. 2017-yilda Bennu Yildirimlar ayol serialida Xadicha Sarikadi rolini o'ynadi. Serial rejissyorlari Nadim Guch va Merve Girgindir. Bennuning so'nggi ishlaridan biri Yovvoyinok melodramasidagi Asuman roli bo'ldi. Bennu 2021-yilda Vafosiz hamda Oddiy gumon qilinuvchilar, 2022-yilda Mukammal ijarachi, 2023-yilda esa Vido maktubi loyihalarida suratga tushdi. Bennu Yildirimlar yoshlik chog'ida yosh aktyor Bulent Eminga turmushga chiqdi. Bir necha yildan so'ng aktrisa ajoyib qizaloqni dunyoga keltirdi. Unga Ada deb ism qo'yishdi. Bennu bolalarni juda yaxshi ko'radi. Kelajakda yana bir necha farzandi tug'ilishiga umid qiladi.